Sen Xudoni shaxsan tanishni xohlayapsanmi? Bu shunchaki eshitishni emas, balki uning ovozini eshitishni, uning ko'rsatmalarini ko'rishni, uning huzurini his qilishni xohlayapsanmi? Agar ha bo'lsa, bu juda ham ajoyib. Va bilasanmi, bu istak qayerdan paydo bo'lgan? Xudodan. Xudo o'zi inson qalbiga uni izlashga bo'lgan chanqoqlikni joylashtirgan. U bizni din uchun emas, balki munosabat uchun yaratgan. Va muqaddas kitob bu haqda ochiq aytadi. Xudo bularni meni qidirsinlar, paypaslab bo'lsa-da topsinlar deb qiladi. Haqiqatan ham u har birimizda uzoq emas. Zotan bir odamning aytishi bo'yicha biz unda yashaymiz, unda harakat qilamiz va unga mavjudmiz. Sizning shogirdlaringizdan biri shunday deydi. Biz ham uning zurriyotlarimiz. Havoriylar 17:27-28. E'tibor ber. Xudo izlagan odamni topishini va'da qiladi. Qachondir emas, balki hozir, haqiqiy, nazariy emas, balki shaxsan. Butun muqaddas kitob sahifalarida biz Xudoni izlagan odamlarni ko'ramiz va Xudo ularga o'zini ochgan. Masalan, Ibrohimni olaylik. U o'z yo'llarini har bir bosqichida Rabbiga qurbonlik joylari qurar edi. Bu marosim emas edi. Bu yurakning doim Xudoga qaratilganligi edi. Va Xudo kelar edi, gapirar edi, yo'naltirar edi, javob berar edi. Shuning uchun oddiylikdan boshla. Muqaddas kitobni o'zing o'qi va Xudodan uning ma'nosini senga ochib berishini so'ra. Begona talqin emas, balki uning vahiysini. Endi yana bir kichik misolni qaraylik. Habakkuk payg'ambar. 1-bobda biz uning Xudoga yuragini to'kayotganligini ko'ramiz. U rol o'ynamaydi, u halol, u savollar beradi, u ibodat qiladi. 2-bob esa hayratlanarli so'zlar bilan boshlanadi. Men minoraga chiqib olaman, shahar devoridan osilgancha qarab, egamizning javobini kutaman. Shikoyatimga javob berganda unga nima aytishimni o'ylab ko'raman. Xudo Habakkukka javob beradi. Egamiz menga shunday javob berdi. Senga ayon qilgan so'zlarimni tosh lavhalarga aniq qilib yoz. Yugurib ketayotgan odam uni bir qarashda o'qiy oladigan bo'lsin. Habakkuk 2:1-2. E'tibor ber. Habakkuk to'xtadi. U faqat gapirmadi. U kutdi, u kuzatdi, u tingladi va Xudo javob berdi. Bu Rabbimizning so'zlariga to'la mos keladi. To'xtanglar va bilinglar, men Xudoman. Xudo gapiradi. Savol bizda. To'xtab uni eshita olamizmi? Keling, Xudoni kalomiga va Xudo payg'ambarlarining misoliga ergashaylik. Juda oddiy va amaliy. Har kuni Xudoning huzuriga kel, chin yurakdan izolayotganingni qalban bil. 1 daqiqa ibodat, 5 daqiqa sukut va Xudoni kutish. Xohlasang va imkoning bo'lsa, ko'proq va bo'lishi mumkin. Va shunchaki yurakdan ibodat qil. Ibodat. Qudratli Xudo, menga o'zingni och, irodangni menga och, irodangni bajarishga menga kuch ber. Muqaddas ruhingni yog'dir. Iso Masih nomi bilan. Amin. Xudoga diqqatingni qarat. U nima deydi, u nimani ko'rsatadi va o'z huzurini qanday his qildiradi. Shuni kut. O'zingni majburlama. Shunchaki yuraging bilan, hissiyot bilan. Shunda uni chin dildan izlaganlariga o'zini ochadi. Yana bir muhim narsa, shubhalanuvchilarga quloq solma. Ular o'zlarini Xudoni izlamaydilar, shuning uchun topmaydilar va ko'pincha haqiqatni izlayotganlarga xalaqit beradilar. Ammo Xudo sodiq, izlaganlar topadi.